Cho'tqara massividan kim Uglavoydan hovli qidirgan bo'lsa, kottej qidirgan bo'lsa, marhamat, Uglavoyda joylashgan 6 sotixli kottejimiz sotuvga qo'yilmoqda. Bir qancha o'zgarishlar kiritilgan. Xonadonimiz tashqi taraflarida ko'rishlaringiz mumkin. Mevali daraxtlari hamda bog'lari mavjud. Tashqi fasadda ozgina ishlar qilish kerak bo'ladi, hamda o'zini qo'shimcha qurilishlarga ega. Keling, birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Ko'chamiz anchagina keng, ko'rib turibsizlar, to'liq asfalt. Va ushbu xonadonimizning asosiy kirish darvozasi hamda polni yopilgan holatda hozir darvozaxona qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Keling. Xonadon egalari to'liq darvozaxonani yopganlar, e'tibor berasizlar. Mana bu yerda esa qo'shimcha yana bitta katta zal tashalgan, o'zgartirish kiritilgan ushbu xonadonimizga. Bemalol mehmonlarni ushbu joyda remontini qilganingizdan keyin kutib olsangiz bo'ladi. Standart kottej, mana bu tarafda esa o'zining zeleniy zonasi hamda planirovkasi biroz o'zgargan holatda balkon qismi mana bu yerda yopilgan, akfa bilan chiroyli qilib o'rab olingan. Hamda bu yerda o'zining kladovkasi va hojatxona qismiga ega, u tarafga o'zgartirish kiritilmagan va mana bu korpusi chiroyli qilib qurib qo'yilgan. Tunikafon qilsangiz, mana bu patolog qismlarini juda ham chiroyli holatga keladi. Hamda xonadonimizning ichki remont holatini tanishib chiqamiz. Keling. Asosiy kirish eshigi bu tarafda o'tadigan bo'lsak, demak, dukonturni kotellar o'rnatib qo'yilgan. Katta prixoshkamiz va oshxona qismini ko'rib o'tamiz. Keling, jihozlar xonadon egalari aytdilar, qoldiriladi. Kuxonning garnituralari bor, yaxshi radiatorlar o'rnatib qo'yilgan hamda balkon qismiga o'tadigan bo'lsak, balkonimiz to'liq akfa bilan yopib qo'yilgan. Narsalaringizni bemalol saqlasangiz bo'ladi shu joyda. Keling, mehmonxona qismini ko'rib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaringiz, xonadonni remont holatini ko'rib chiqasizlar. Demak, bu yerda asosiy zal qismi joylashgan. Bu yerdagi mebellar ham qoldiriladi. Mabodiga bitta ikkita xonadon egalari mana bu yerda o'zgartirib, bergarotgan olib tashlagan holatda balkonga, demak, qo'shgan holatda zalni katta qilib remontini o'zgartirganlar. Mabodoga siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi. Xonadonimizning eng katta preimуществоsi bu uglavoyligi. Hamda demak, bu yuvinish xonasi, bu tarafda yana bitta hamda hojatxonamiz joylashgan, bitta xonamiz va mana bu yerda yana bitta xona, bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Aboylar ham yaxshi holatda bo'lib turibdi va mana bu tarafga o'tadigan bo'lsak, yana bitta zal, kichik zalimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Cho'tqara massivida joylashgan ushbu xonadonimiz, demak, Vishkadan kirib kelsangiz, to'g'ri kirib keladigan bo'lsangiz, joylashgan Uglavoyda kimga ma'qul keladigan bo'lsa, qo'shimcha yana qurilishlarga ham ega, chiroyli qilib kompaktni qilib qo'yilgan, faqatgina remont qilish kerak bo'ladi. Birozgina ta'mir qilsangiz, tayyor holatga keladi. Kimga ma'qul kelsa, 1,5 milliard so'm ustida savdosi bor. To'liq ma'lumot uchun har doimgidek o'zimizning raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga hamda Hovli baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi kottej hovlilarni Zani kanalidan ko'rib borasizlar.